Yani manaman degan rivojlangan davlatlarda ham o'zimiz ko'rganmiz, guvohi bo'lganmiz ko'piga. 32 kvadrat, 35 kvadrat, 42 kvadrat. Manaman degan boylar ham shunaqa yashashadi. 42 kvadratda hamma narsa bor, yotoqxonasi ham bor, oshxonasi ham bor, zali ham bor, hamma narsa o'shaning ichida, mehmonxonasi ham o'shaning ichida. Bizda hozir shunaqa uylar qurilyapti. Oshxonasini o'zi 50 kvadrat. Men mahallamizda bittasi uy qurdi. 4 etaj. Ko'rinishdan 2 etaj. Lekin ichiga kirsangiz 4 etaj. Podvalini uy qilgan. Tomini ham yopib, tomini ham uy qilgan. 28 ta xona. O'zim sanadim. Har bitta etajda 2 tadan hojatxona. 8 ta hojatxona quribdi. Endi oilaviy atralini bo'lganmi bular? Boylar ko'paygan hozir uyga kirsangiz dahshat. Ichkarida alohida oshxona, tashqarida alohida oshxona, burchakda yana haligi barbikur, o'choq qurib qo'ygan. O'zlari ko'chadan pizza olib kelib yeyishadi. Qarang, boylar borda shunaqa. Podvaliga kirsangiz bilyardi ham bor, saunasi ham bor, trenajyorniy zali ham bor, kinoteatri ham bor. Basseyn 2 ta, bitta zimniy, yo'q qishki basseyn, bitta yozgi basseyn. Delfini bilan. O'zlari oilaviy borib chorbog'da cho'milib keladi. Qoyil qolasiz. Ana shunaqa uylar qurilyapti bizda hozir. Havas qilish kerak. Men Hindistonga bordim, ko'chada yotibdi. Hindiston yarmi ko'chada yotibdi. Cho'pay tiqarkan, material tashab uxlayver ekan. Kadastri ham yo'q uyni. Svetdan hech kim kelmaydi, gaz. Gaz ham kerak emas u, masalan. Yer solig'i. MIP va shu yo'q, MIP. Bu palatkaga MIP qanaqa qilib keladi? Ochib assalomu alaykum. MIPdan keldik. Hechasi yo'q ekan uyda. Mayli quruq bo'lmasin, palatkani o'zini bo'lsa ham olib ketamiz. Bizda mana qanaqa imoratlar, chiroyli imoratlar qurilyapti. To'g'rimi? Bu voha tomonlarga boring, qishloqlarga. Ikkita qo'shni orasi 3 kilometrda, ikkita qo'shni orasi. Falonchini uy qayda desa, "Heyla" deydi. Heylasi ham, "Hey". Lekin shaharliklar sal qo'rqoqroq bo'ladi, e'tibor berganmisizlar? 4 metr devor o'ralgan mashina ostidan video kamera qo'yilgan. 2 ta temir eshik, ichkariga alohida temir eshik, tashqariga alohida temir eshik qo'yilgan. Temir eshik 4 ta joydan qulflanadi. Ko'chani boshiga shlagbaum qo'yib o'zini ko'chasini to'sib olgan, u yerga bitta milisa qora bilan qo'yib qo'ygan. Uyning ichida it ham boqadi, ertalab ko'cha uxlamay chiqadi. Qishloqlarda e'tibor berganmisizlar? Na devor bor. Na darvoza bor. Oilaviy bir joyga borsa, eshikni yopib, ruchkasiga cho'pay tiqib ketadi shunaqa. Bu cho'pagam nimaga? Mabodo shamolda eshik ochilib ketsa, tovuqlar kirib ketmasin. Hamma yo'lni rasvo qolmasin deb cho'pay tiqib ketishadi. Yoki bo'lmasa haligi latadan yirtib baylab qo'yishadi, bunaqa tugunchalik qilib, yechilishga oson bo'lsin deb. To'g'rimi? Lekin men bitta joylarda ko'rdim. Darvozani shunaqa yasagan. Katta chiroyli darvoza qo'yib qo'ygan, devor yo'qda. Uy, ro'parasida darvoza, devor yo'q. Va aytdim, aka devor bo'lmasa darvoza nima kerak? Sen Avazonxon to'yga aytgan kelishadi-da deydi. Keyin yaqinda uylarga raqam berdi, o'shani qoqib qo'ydik deydi. Burki ichib kelib dorazan tayda uxlabdi o'zi ham. Xotini ertalab tushsa duotganmish-da. Nima qilib yotibsiz bu yerda desa, nima dorazani taqillasam ochmadingmi?
Voy dadasi ochmagan bo'lsam ham devor yo'q-ku, kiravermadingizmi? Desa, darvozanim uchun qo'ydim men bu masalani. Shaharda falonchini uy qayerda desiz, tanimaydi qo'shnisi bo'lsa ham. Ba'zida, to'g'rimi? Qishloqda so'rab qo'ying. Mashina to'xtab, "Assalomu alaykum aka. Ahmad aka uy qayerda?" Siz mashinangizga chiqib o'tirib oladi. Haydang aka, haydang. Yo aka, shart emas, ko'rsatib yuborsangiz bo'ldi. Siz adashib qolasiz, haydang, men o'sha qarab ketyapman men ham. Haydang aka, mening o'sha yoqda ishim bor, haydang. Yarim yo'lga yetganda, "Mana shu magazinga kirib chiqay, 1 minut to'xtab turing." Magazinda 2 setga bozorlik qilib chiqdi-yu. Mashinaga o'tirib, "Haydang aka, haydang." Qaqa, to'g'ri, haydavering. Oxiri ko'chaga borgan, mashina chapga yurasiz. Bo'ldi mana, o'ng tomonga to'xtang. Ahmad aka uy shumi? "Yo, bu biz uy." Mashinani shu setkalarni olib, mehmon olib ketinglar. Aka, Ahmad aka uyini aytmadingiz-ku. Ahmad aka uyimi? Boya mana olgan joyingiz bor-ku. Ha, o'shani chapga yurasiz. U poylab turgan ekan, deb mashina kelsa ishimni bitirib olaman. Qarang, shaharda ham bor uy ko'rsatadiganlar, masalan. Falonchi uy qayerda siz olib borib ko'rsatib, hamma sharoitlar bilan tanishtiradi. "Rahmat aka, ajoyib inson ekansiz" desa, "Yo'q, rahmatingiz mayli-yu, 50 dollar bo'ladi-da" deydi. Nimaga 50 dollar desa, "Maklerskiy biz shunaqa ishlaymiz aka, biz. Maklerimiz biz" deydi. 3% ga ishlaymiz aka biz deydi. Makler degani chiqqan, hozir uy bozordagi uy ko'rsatadi, uy oldi sotdi, shunaqalar bilan shug'ullanadi. Yomon gap usta bo'lar ekan ular. Men artistmanmi desam, ular artist ekan. Men ularning oldida tomoshabin ekanman. Yomon gap usta bo'lar ekan. Bittasi olib bordi, avazog'im bitta uchastka bor, sizga ko'rsataman deb olib bordi. Shunaqa maqtayapti. Men o'zi qurganmi deb o'ylayapman uni. Avazog'im, mana shu uyni oling, avazog'im pishig'ishdan qilgan, ey, 2 qavat qilib pishib urilgan avazog'im, mana betondan hammasi jo'r qilingan avazog'im, mana shu uyni oling. Avazog'im maza qilib yashaysiz, topli pollar qilingan, gaz umuman o'chmaydi, svet, kanalizatsiya, suv, hamma narsa bor. Mana ko'chani boshida bilasizmi kim turadi? Kim turadi desam, ayt bo'lmaydi o'shani. Ha, shu odam turadi. Mahalla tinch, avazog'im mana shu uchastkani, u maqtagan sari uyiga sen hozir ochilib qoladi. Uyiga ham ora-orada yo'q-ku. Mendan ko'p hayratlanyapti. "Vo!" deb qo'yadigan orada. Ya, hali gapirursa bor, qiziqib qolar ekansiz. Reklamada hamma gap. Aytdi, "Bo'ldi aka, olaman, menga yoqdi" desam, uyiga ham, "Yo, sotilmaydi, uzr, sotilmaydi." Nimaga sotilmaydi desam, "Unaqa yaxshi uy bo'lsa o'zim yashayman avazog'im." Uzr, adashib kelib qolibsiz. Mana darvozadan chiqib chapga yursangiz shaharga chiqib ketasiz. Rahmat sizga. Uzr, sotish niyati yo'q edi. Ko'chaga chiqarib qo'ydi. Tashqariga chiqqandan keyin mayli nasib ekanda endi. Sen boyagi maktab yugurib kelib, "Avazog'im, mana shu uy olmagansiz yaxshi bo'ldi." Nimaga desam, bir tiyinga qimmat zax joylar berib bo'lmaydi avazog'im. Bu paxsadan qurilgan uy sinoska tushgan, yaqinda buzilib ketadi bu. Bo'lmaydi. Nimaga maqtadingiz bo'lmasa desam, "Sizga bitta uy olib beray debman-da" deydi. Makler degan, hozir hamma ishda bor bu. Bozorda ham bor, material bozorda ham, taxta bozorda ham bor, mashina bozorda ham bor. Mashina bozordagilar yomon usta. Hammasini gapi bir xil. "Mana shu mashinani aka, Kenney haydagan-da, Kenney haydagan." "Avazog'im, mana shu mashinani oling." "Ey, necha yil desam, 2005 avazog'im, 2005 3000 yurgan deydi. Necha yil bo'ladi 2005 bo'lsa? 13 yilda 3000 yuribdi. Nima qilgan bu odam desam, ishga borib kelgan deydi. Ishxonasi uyda bo'lganmi dedim. Aldaydi, aylantirilgan. Hamma mashinaga o'shatdi. Yana bir-birini hajaka deb qo'yadi, hajaka.
Bu hamma joyda bor hozir. Artistlarning o'rtasida ham bor. Avazoxon deydi, falon joyda to'y bor ekan. Ana shu to'yda mashinaga olib bersam, shunchasini berasizmi deydi. To'ydagi sizni niyat qilgan ekan. Aka, endi sal insof bilan-da, unchasini emas, munchasini beraman, sal. Insof qiling, bo'ldi, senga telefonni qo'yib, to'y egasiga qilib, aka, avazoxon bir tinga qimmat qiziqchi, masalan-da. Men sizga boshqasini gaplashib beraman deydi. O'shaning uchun ishonmanglar. O'zimizga to'g'ri chiqaveringlar. Ular oldin mol bozorida bo'lardi bular. Bu mol bozoridagini dallol derdi. Assalomu alaykum. Hoji ona yaxshimisiz? Tiqarsak bo'lsin, Samarqanddan hoji onam kelibdilar. Salomat bo'ling, rizq bo'lsin, sog' bo'ling, tanjoy sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat hoji ona. Meni shogirdimni bu joylari bo'ladi bu kishi. Samarqanddan, ulug'lar yurtidan kelgan qarsanglar qattiqroq bo'lsin. Hoji ona rahmat. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling. Ular mol bozorida bo'lardi oldin. Uni otini dallol deydi, dallol. Yomon qo'li baquvvat bo'ladi. Ambir dey bo'lib, qo'l bor-ku, ambir. Qo'lingizni shunday qisadi, razamasiz. Siz joningizni oraganda 10 millionga mo'ljallangan molingizni 3 millionga berib qilib ketaverasiz. Dadasi qanchaga sotdingiz? Qo'yaver, qo'lim omon qolganiga shukr qiling. Qani pulni sanaychi desa, qo'l bo'lsa sanaydi. Ha, ketyapsiz, siniqchiga boraychi, nimaga bu? Sezmayapman qo'limni men bu. Bu odam ekan, u molni ham qo'rqitib beradi bular. Molni yoshini bilish uchun tishini ko'rish kerak-ku. Bu mol-da u, og'zingni och desa, demaydi-ku. Mashina qasdan ushaydi, molni ham ikkita labidan to'ntarib. Ashta qashdan och. Mol o'zicha og'zini ochmasa, bunidan shatranga qashdan. Og'zni ham karkidondek qilib ochadi, hayaqa. Og'zini chekirib ketadi, mana shunaqa qilib. 6 ga kiribdi aka mol. Yoshligida sariq kasal bo'lgan ekan. Bu dallol ketgandan keyin mol chakaga chiqib qolgan. Bu jag'ini ilgagidan chiqarib yuborgan uni. Og'zi yopilmayapti mol. Morayammayapti. Mo deyish uchun m harfi bor moda. Bu lab bir-biriga tegish kerak-da. Men m deb ko'ring, lab tegish kerak. Shu bozordagilar, bu nogiron mollardan olib chiqishdi. O'shaning uchun molni ham 3-4 marta bozorga olib chiqsangiz, bor, dallolni tanib qolar ekan. Shu dallol kelsa, qiynamasin deb mol tishini ko'rsatib, yo'qqa. Dallol kelib, ha desa, ha deydi. Necha kirdingiz? 9 ga kirdim. 8 ta tuqqanman. 9-siga homiladorman hozir. Bir paqir sutim bor, bir kosa qaymog'im bor. Bitta tishlaring ko'rib qo'ysa, o'zim ko'rsataman. Anginam ham joyida. Olasizmi? Xo'jayin 11 million deyapti. 8 ga berib boradi. 8,5 bering, o'zim ketaman shu bilan.
dallal degani narxni ham yomon uradi-da. Dastin novvos olib chiqdi bozorga, ho'kiz chiroyli qilib yuvib, mo'yka qilib, dumlarini tarab, sochlarini stilistga olib borib, endi bozorga chiroyli qilib qo'yish kerak-da molni, to'g'rimi? Ho'kizdan vahina qilib turgan. Ho'kiz bor, estrada xonandasiga o'xshab. U dallol kelib, u biqinini sho'radi. Molda ham qittiq bor. Shu 11 qo'li bilan hurkaga qara. O'zingni biqiningni shunaqa qilsin birov. Ho'kiz ham ha. Sizdanmi bu aka? Mol degansiz ham sekiroq o'shanga. Bizdan emas, bizniki. Bu nima berib boqdingiz buni aka? Ha, kunjara berdim, sho'lxa berdim, yem berdim. Ha? Yaxshi-yu, endi narx turish kerak-ku. Bu go'sht qotib ketibdi. Bu molni bozor suymaydi aka. Dib hafsalasini sovutib ketib yoribdi-yu. Boyaga odam padaringlar. Molga nima berish kerak? Ho'kiz shunaqa boqadi. 10 yildan beri ho'kiz boqaman, buni gapini qarab. Deb tursa ikkinchi xaridor kelibdi. Aka, mol sotiladimi desa, park emas-ku, o'ynagan chiqqanim yo'q, sotiladi. Aka zo'r semiribdi, nima bilan boqdingiz desa, endi quruq o't bor, tashay. Bakmaklar deb katta qo'yadi, uyda po'chaqlar. Qotgandan ham yutib beramiz har zamonda. Desa, bu ham bu yaxshi semiribdi-yu, bu tosh bosmaydi-da bu. U ham olmasdan ketyapti. Boyagi odam asab buzilib ketgan, kuni isib ketgan. Nomard. Unisi o'daydi, bunisi bo'daydi. Deb tursa, 3-xaridor kelibdi. Aka, mol sotiladimi? Men ham shu haqida o'ylab turibman hozir. Aka, yaxshi semiribdi aka, nima berib boqdingiz buni? Boqdim-da. Ko'p narsa berib boqdim. Nima berdingiz desa, nima ishing bor sen nima berding? Endi aka, yo'q, xaridor so'raydi, so'rama. Ha, ertalab nonushtaga tuxum bilan sasiska qilib beraman. Habetga sho'rva qilib berardim. Tovuq go'shtidan. O'zi mol bo'lgan uchun mol go'shti yemaydi. Bu odamlar bir-birini yeydi. Kechki paytga oshni yeb, bitta sigaretni chekib yotgan mol mana shu mol bo'ladi aka. Sabay odam mol yaxshi ekani o'zingiz bitta ko'rsatib oling aka sizga. Nima? Mendan so'raysan, nima yegan? Men qattan bilaman nima yeganini. Nega bilmaysiz? Bilmayman. Ha? Ertalab uydan chiqib ketayotganda qo'liga 30 ming so'm pul berardim, o'zi ko'chada ovqatlanib kelardi.